BMW'ning har bir yangi M seriyasi avtoolamni chang-to'zonga to'ldirib paydo bo'ldi va raqobat maydonida bosimni yanada oshiradi. BMW'ning bu modeli esa lyuks va sport klassining sardoriga aylangan. BMW M8 Competition Cabrio Coupe. Bu model bilan bavariyaliklar o'z nufuzi va kuchini ko'rsatish bilan birga bozorda qonun qoidalarini kim boshqarishini eslatib qo'yishdi. Cabrio Coupe Forum Factory'ga M8 Competition har bir bosib o'tilgan kilometrda BMW nimaga qodir ekanligini sizga ko'rsatib qo'yadi. Kuzovning har bir detali, havo so'rg'ichlar, difuzor va spoilerlar avtomobil havoni kamon o'qida yengil kesib o'tishi uchun xizmat qiladi. Dizaynerlar va injenerlar o'z vazifalarini perfeksionizm bilan uddaladilar. Agressiv nigohni eslatuvchi faralar, aerodinamika qonunlariga aniqlik bilan xizmat qiluvchi chiziqlar bunga yaqqol misol. Bu BMW'ning eng go'zal modeli, keng mo'rda va past kuzov M8 Competition'ga o'zgacha emotsiya bag'ishlaydi. U tezlikda ham, harakatda ham, hatto parkovkada turganida ham u juda jiddiy. Inson xarakterini tanlagan avtomobilni belgilab bersa, uning didini ustida kiygan kiyimiga qarab baholash mumkin. Moda olamining eng so'nggi tendensiyalarga javob beradigan kostyumlarni siz Zekos do'konidan topasiz. 4.4 litrli V8 twin turbo motor, 625 ta ot kuchi. Bu Mendeleyev tablitsasining eng xavfli moddalar aralashmasiga o'xshaydi. Privet xohlasangiz 4 tala balonda, xohlasangiz orqa 2 g'ildirakda harakat qilishingiz mumkin. Hatto tormoz hissiyoti ham sizga moslashadi. Komfort yoki sport birgina bosishingiz o'zi kifoya. M8 Competition bu 3.2 sekundda 0 dan 100 gacha tezlanish kayfini sizga erkalanib beradigan gepard. Bunda yuragingiz boshqacha urishni boshlaydi. Kaftingiz terlab, adrenalinni qon tomirlaringizni his qila boshlaysiz. Motor xuddi siz bilan birga nafas olayotgandek tuyuladi. Har burilishda, har metrda siz uni butun tanangiz bilan his qilasiz. Bu sportkar hozirda shedevrlar qatorida turibdi. BMW M8 Competition Cabrio Coupe bu kuch va mukammallik san'ati.